Xitayning tökmətlərə səbəb bolmaslıqni ta'kidlash fitna emas, balki Xitayni maqsadlarga yetkazmaslik uchundir. Abdori Asiya Uyg'ur. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ta'kidlash, milliy kimlikni va qirg'inchilikning mohiyati irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini ta'kidlash, radikallikqa qarshi turish va siyosiy nuqtadan millatning manfaatini chiqish qilgan holda qarashlarni o'ttirg'i qo'yayotganlar xilma-xil töhmat va qarshilikqa uchrayotidi. Buningdagi sabab zodi nima? Xitoyning Sharq Turkiston bo'lginchilari töhmatlarga atalmish Sharq Turkistonchilarni tayyorlab berish. Sharq Turkiston terroristlari töhmatiga atalmish oshqullarni tayyorlash. Xitoyning Uyg'urlarni 3 xil kuch nomida nishonliq yo'qotish obyekti qilganlik jinoyatiga Xitoyning töhmati bo'yicha Uyg'urlar radikal va oshqun bo'lg'ini sabab qayta tarbiyalashga majbur bo'lganligini dunyoga e'tirof qildirish. Xitoyning gunohsiz bo'lib qolmasdan balki Amerikadagi terrorchilarni Guantanamo turmasiga qamaydigan irqchi davlatdan necha hassa afzal davlatligini, Xitoycha kommunist ideologiyasi va tuzumining g'arb demokratik tuzumlardan necha hassa afzal va insonparvar tuzum ekanligini isbotlashga asos hozirlash. Shundoq qilib Uyg'ur uchirgan irqiy qirg'inchilikning terrorizm va bo'lginchilikka bog'lanib, Xitoyning oqlanib chiqishiga sabab tepib berishmi? Qora kiyim yolg'iz Yahudi arabning kiyimi bo'lmasdan balki bütün insoniyatda har xil sabablardan keladigan kiyim ham yaxshi ko'rilgan rang. Qora kiyimni hozidorlarmi, bayram qilganlarmi, to'y qilganlarmi, sahnaga chiqqanlarmi, Xitoymi, chet elliklarmi, oq tanliklarmi, qora tanliklarmi kiyotidi ham kiydi. Mening momammi 80-yillarda haramga berib kelib, o'lib ketsam oq bog'lamay, qora kiyim bilan meni uzitinglar, nazr qilmanglar deb nasihat qilg'ini yilimi esimda. Gap rangda yoki kiyinishda bo'lmasdan balki shu rang va kiyinishning davr va siyosatda tutgan o'rni va obraziga munosabatlikdir. Yahudilar va arablar hatto dunyoning hamma yerdagi qaysi musulmon yoki boshqa dindikilar qora niqob kiyib chiqsa, uning dushmani Xitoy bo'lmaganligi, xalqi irqiy qirg'inchilik qilinayotmaganligi, ustida radikallik, oshqunlik, terrorlik, bo'lginchilik degandek töhmatlar bo'lmaganligi sabab to'g'ri tushuniladi. Ammo Uyg'urlar undaq emas. Uyg'urning ustida irqiy qirg'inchilik bo'layotidi. Irqiy qirg'inchilikqa sabab qilingan birdan-bir omil dal mushu la'nati 3 xil kuch. Bu 3 xil kuchlar mavjudli bo'ladi ekan, Xitoy hamon oq, biz hamon qora, Xitoy hamon gunohsiz va biz hamon jinoyat gumondori bo'lib ketaverishimiz mumkin. Xitoyning xalqaro jamiyatning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini vatanimizga ixtiyoriy berib tekshirishiga yo'l qo'ymasligidagi sabablarning biri bu jinoyatlarning oshkorlanib ketishidan ansirash bo'lsa, yana bir sababi bu ishni radikallik va oshqunlikqa bog'lab, bu masalalarni hal qilishni bir davlatning ichki ishi deb burmilab, irqiy qirg'inchilikni davlatning ichki ishiga aylantirib, mas'uliyatdan o'zini tortishdir. Xalqarada irqiy qirg'inchilikqa cheklim qo'yilgandek, bir davlatning ichki ishiga aralashishmi egilik huquqini qo'g'dash nomida cheklangan. Xitoy bugun dal bu nuqtada irqiy qirg'inchilikni terrorlikqa bog'lab, 3 xil kuchni bahona qilib, o'zini yo'lliq ko'rsatyotidi. Xitoyning o'tgan yillardan beri ustimizda e'lon qilayotgan har bir bayonotlari va oqtoshliq kitoblarini birma-bir varaqlaydigan bo'lsaqlar, Uyg'urlarni faqat 3 xil kuchga bog'lagandilar Xitoyning xalqaro terrorizmga qarshi turish ko'rishida dunyo bilan ittifoqdosh bo'ladiganligini, bu ittifoqdoshlikning o'tgan 20-30 yilda bizni hatto o'z qarindoshlarimizning dindoshlarimizning esdashligidanmi mahrum qoldirib qolmasdan dunyoning nazaridan yo'qotganligini ko'rib olaymiz. Qaraydigan bo'lsak,
üstümizge 3 xil kuch töhmeti artılgandan tartib, erqiy qirg'inchilik qiling'icha biz izchil, radikal, ashqon va terrorchi, bölgünchi töhmetleri bilan qarlanib keldik. Ötkende Afganistan'da Uyghur terrorchi gruppalarını yasap çıkmakçı bolğan Xitaylarning Amerika tarafından aşkarlanıp qalğanlığı haqqında xabarlarning sababimi taki bugungacha Xitoyning bizni xalqaro terrorizmga bag'lashdan texi voz kechmaganligining po'latdak isbotidir. Undaqda Xitoy nima uchun bizni faqat terrorizmga bag'laydi? Javob: chunki Xitoy bizni faqat xalqaro terrorizmga bag'lagandila Uyg'ur erqiy qirg'inchiligi degan qalpoqdan qutulib ketalaydi va bizning ustimizda o'tkazgan jinoyatlarni yo'lliq ko'rsatalaydi. Bu deganlik biz nima qilsak Xitoy bizni baribir terrorchi deydi. Shunga nima qilsak, qandoq kiysak Xitoy uchun baribir. Shunga kiyimga diqqat qilish degan quruq gap deganlik emas. Xitoy bizni xalqaro terrorlikqa bag'lash uchun cho'qim nurg'unlagan isbotlarni to'plashi va xalqaroga ko'rsatishi kerak. Uning isboti uchun material manbasi dal biz chet ellardagi Uyg'urlarni ideyasi, ko'z qarshi, yurish turishi, dunyo qarshi, qisqasi dunyo qarshi turayotgan radikal ideyalarga tutgan muomala qatorliqlar. Agar maqsad millatni va o'zimizni vatanimizni qutuldirish bo'lsa, joyillik bilan ziyonliq va xato yo'llarda ketayotganlarga agishib va ularga sahna hozirlab bermayli. To'g'ri yo'lni tashabbus qilayotgan, siyosatni va vaziyatni biladigan Uyg'ur olim, ziyoli va diniy ulamo ustozlarning millatning hayot mamoti uchun o'z shaxsiyatingizdagi oshqunliklardan yiroq turishingizning muvofiqligi haqidagi nasihatlarga quloq solayli. Mavhum kimlik bilan orda fitna terayotgan yozmalarga aql va tafakkur bilan muomala qilib, har vaqt vatanda Xitoy turmalarida Xitoyning to'mir tapini ostida jismi va g'ururi dafsanda qilinayotgan millionlagan Uyg'urni qutuldirishga kuchimiz yetmagandimi, ularning o'limiga, zulm chekishiga sabab bo'lib qolmaslikqa, Xitoy bilan bir safda o'z millatimizning qotili bo'lib qolmaslikqa tirishayli. Bir jonni qutuldirish savob, million Uyg'urning hayotini qutuldirishni mo'yim bilmagan insonning jannatga kiralishi natayin. 2021 yili 26 aprel